Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ko'rdik oxirgi paytda. Men qizil bayroqman degan qizlar ko'p. Shularga qanaqa fikrdasiz? Bo'ldi, men peshonamga bir urdim-ku. Ota-onasini sho'ri u qizil bayroqlar. Nega? Ha, sho'rda ular. Qizil bayroqman, qizil bayroqman. Birinchidan, bizning o'zbek qizlarimiz hayosi, ibosi, iffati, nazokati bilan go'zalda. Va qizil bayroqman deganda har bittasini gapini qayta-qayta eshitib chiqdimda. Ularda mehrli, muhabbatli munosabatlar yo'q. U yerda faqat manfaatli munosabatlar bor. Pula? Shaxsiy manfaat, moddiyat ustun, manfaat, faqat unga xizmat qilish kerak, faqat uni ko'ngliga qarash kerak, faqat uni orzulari, maqsadlari bilan yashash kerak degan bir prinsiplar mavjudda. Lekin bizni yigitlarimiz hali juda bir ongi zaharlanib ketgan-yu, yugurib yetib bormaydi u qizlarning orqasidan. Bular ham o'sha oila qiladigan, xotin birlikda o'sha oila qadriyatlariga amal qiladigan, farzandlarni dunyoga keltiradigan qizlarni qidiryapti. Va o'sha kommentariyalarni o'qib ko'radigan bo'lsak, juda ko'p yigitlar kommentariya yozganda. Va men senga uylanmagan bo'lardim. Men agar go'zal bo'lganingda ham, meni oilamni oila qilasanmi sen qizil bayroq bo'lib? Qizil bayroqni ko'tarib yuraver endi degan bir joylari bor. O'zi yoqimsiz so'z-da. Juda ham. Endi bu nima deydi? Birinchi eshitganimda men juda ham uyatli. Endi u aslida boshqa terminda ishlatilardi-yu, endi bular bu nima deydi? Qaysidir bir davlatlarning ta'siri bo'lib qoldimi deb ham o'ylayman yoki qandaydir bir ideologiyaning ta'siri degan bir fikrlarim ham bo'ldi-da. Lekin aslida bunday fikrlashimiz bizni oila sistemamizga zarar yetkazadi. Oila qadriyatlarimizga, oila sistemamizga zarar yetkazadigan harakatlar bular aslida.